Zo'r pul chiqar ekan, ikkita inson taklif qiluvdi, shuncha pul chiqdimi dedi. Ha dedim. Endi dedim, mana bu holatda tashlagan paytingizda nima bo'ladi dedi. Deydi, bu holatda ham bu ikkalasidan bunga chiqadi, bu ikkalasidan bunga chiqadi, mana bu ikkalasidan menga chiqadi, mana bu ikkalasidan menga chiqadi dedi. Voy, zo'r dedi. Endi siz oyoq qo'lingizni cho'zib yursangiz, bular ishlasa pul chiqarmi dedi. Chiqadi dedim. Qayta xarid bormi? Yo'q dedi. Disbalans bormi? Yo'q dedi. Qarang. Endi mana endi disbalans degani. Mana bu ikkalasi topib qo'ydi-da, bu yoqdan bitta topdi. Mana bu bitta topdi. Shu holatda bizda pul chiqarmi yo'qmi? Chiqadi. Chiqadi. Chiqadi dedim. Rostmi dedi. Chiqadi dedi. Qayta xarid bo'lmasa dedi. Disbalans bo'lmasa dedi. Limit degan narsa bormi dedi. Deydi, bugun 10 ta tashab qo'ysa pul chiqarmi yo'qmi dedi. Deydi, bugun 19 ta tashasa bu tomondan. Bu tomondan 19 ta tashasa dedim. Keyin limit qo'yar dedim. Uncha bir kunda tashash yetib ortadi. Bugun limitimiz 19 taga 19 ta, ya'ni 8 million pul. 9 million 980 ming so'm pul chiqadi shu joyda. Bizniki. Har kunimiz. Limit shu. 19 taga 19 ta. Har kuni har bitta distributorga 8 milliondan beraveramiz limit quydirsa deyapti. Beradi dedi. Endi qarang. Siz dedi, gibrid usuldagi marketingda ishlaysiz ekan, bilasizmi dedi. Yo'q, eshitmagandim dedi. Lekin gibridni nimaligini bilaman dedi. Achchiq, kichkina limonni kattalashtirib, shirinlashtirib, yangi nav yaratish gibrid usuli deyiladi. Siz gibrid usuldagi marketing planida ishlaysiz ekan opajon. Vobshe men shokka tushdim marketingingizdan deb 6 yil Amerikada o'qigan marketolog bo'lib tan bergan biz kompaniyamizga. Siz shu kompaniyada ishlaysiz. Bitta qilsizmi? Bugun 6 yil Amerikada o'qib keladimmi? 10 yil menga o'xshab CTV marketingda ishlab pul topib non yedimi? Shokka tushirayotgan, bugun hamma joyda larzaga keltirayotgan, 200 yilda bir kelgan korporatsiya Greenleaf'tasiz bugun siz. Greenleaf'da boshqa kompaniyalarga o'xshab dori-darmon sotib, faqat kasallar bilan ishlamaysiz. To'g'rimi? Yo kasal axtaryapsizmi? Yo'q. Boshqa kompaniyalarga o'xshab atiga ikkita kofeni roket qilib, yo niqob qilib turib, o'sha kofeni ko'rsatib, boshqa yog'i CTV marketing bo'lib turgan, qiynalib ishlaydigan hamma insonni ana shu kofeni har doim ichadigan darajada